Assalomu do'stlar. Oqnom ishlab chiqarish apparati sotiladi mana akalar. Mana 80 bittaligimiz, akalar mana 80 bittalik. 80 bittalik 2,5. Mana ichida tegirmon, va tegirmon ichida setkasi bor. Mana 2-3 ming оборот. Mana mishalkalarimiz. Mana tayyor mishalkalarimiz. Ham mana to'qqa ham ishlaydi, ham ruchnoy ham ishlaydi. Gibrid deyiladi. 50 kilo sig'adi mana ko'rib olinglar. Tayyorlari bor, xudo xolasa. Ertaga bugun ulgurmadik. Xudo xolasa 1-2 kun ichida qoppog'i bo'lib qoladi. Qoppog'i bo'ladi. Inshaalloh monolarni ham qoppog'i bo'ladi mana. Mayda qoppoqlari bo'ladi. Mana bo'yi katta kichik bo'ladi mana. Mana bo'yi katta kichik bo'ladi mana. Mana bo'yi katta kichik bo'ladi mana. Katta kichik bo'ladi bo'ylari. Mana tayyorlari bor mana. Tayyor stanolar bor mana. Mana 380 ham ishlasa bo'laveradi. Mana ichida kondensator degan narsalari, mana ichida kondensator degan narsalar. Mashinalarni olib tashlasa 380 ham ishlayveradi. Mana tayyorlar bor ekan. Mana hozir qopoq, xudo xolasa bugun tayyor bo'ladi mana. Drabilka mana 80 bittaligi mana 2-3 ming оборот motorlar. Mana ko'rib olinglar. Bu yerda hozir bitta drabilka bo'lyapti inshaalloh. Qopqonlari bo'ladi, monolari, tayda temirlari bo'ladi, tunikalari bo'ladi. Xudo xolasa mana. Stanolarimiz tayyorlari bor. Mana qopqonlarini ham olib kelib qo'ydik, tayyor. Qopqonlarini olib kelib qo'ydik. Mana mishalkani qopqonlarini olib kelib qo'ydik mana. Ko'rib olinglar. Tayyor. Tayyor stanolar.